Mana navbatdagi bemorimizda anamnezdan 1 yil oldin ishemik insult o'tkazgan. Chap qo'l oyog'ida kuchsizlik, sezgi va harakatni buzilishi, nutqida o'zgarish bo'lishi, bosh aylanishi kabi holatlar kuzatilgan. Bemor yashash joyida davolangan, nutqi tiklangan, qo'l oyoqda harakat qisman tiklangan, lekin kuchsizlik va uvish saqlanib qolgan va shu jumladan bosh aylanishi ham saqlanib qolgan. Bemor murojaat qildi bizga. Tekshiruvlarda uyqu tomirlarida, aynan o'ng tomonlama uyqu tomirlarida kuchli darajadagi torayishlar aniqlandi. Bemorimizga shu o'ng tomondagi uyqu tomirida jarrohlik amaliyotini bajardik. Hozirda bemor ahvoli yaxshi, qo'l oyoqdagi uvishlar ketgan, qo'l oyoqda kuchsizlik kamaygan, bosh aylanishlari kamaygan. Quyida mana bemorning holatini o'zi bilan suhbatlashib, o'zidan eshitib ko'ramiz. Hojijon aka, qayerdan murojaat qildingiz? Men Toshkent viloyati Bekoboddan keldingiz. Bekoboddan keldim. Qachon insult bo'lgansiz? Mart oyida 1 yil O'tgan bo'ldi. yili 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Qaysi tomoningizda bo'lgan insult? Chap tomon. Chap qo'l oyog'ingizda bo'lgan. Nima holat bo'lgan shu paytda? Og'zim bir tarafga tortishib qo'yib. Og'zi tortishib qo'ygan. Chap qo'l oyoqda uvishish, kuchsizlik bo'lgan. Bor. Nutq buzilganmi shu payt gapirishingiz? Tilim Gapira olmay qolgansiz. gapirolmay qo'yaman. Tushunmasdi-da bu. Mana bugun operatsiya bo'lganingizga 4-sutka boshlandi. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Yaxshi, boshim aylanib, ko'zim tinib, Hozir shunaqa narsalar kamaydimi? hozir narsa kam qoldi. Yo'q hisob. Bunaqa insult bo'lgan bemorlarda masalan ko'rsangiz nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Iloji bo'lsa, mana shu men yotgan markazga kelib davolanib ketsa yaxshi bo'lardi.